Karib dengizi orollarida Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasidagi tahlikali voqealar dunyoga yadro urushi bilan tahdid qilgan payt. Agar o'sha davrda yadro urushi boshlanganda, bombardimon qilinadigan hududlar qatoriga Toshkent ham kirgan bo'lardi. Qizil tugmani kim bosadi? Bu iborani menimcha siz ham ko'p marta eshitgansiz. Bu ibora 1960-yillarning eng mashhur va eng tahlikali bir voqeasi bilan bog'liq bo'lgan. U ham bo'lsa Karib inqirozi. O'sha paytda ikki yirik davlat, AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasida yadro urushiga juda oz qolgan edi. Butun dunyo tak-tugi bilan yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan. Bugungi sonda nima uchun AQSh Toshkentga vodorod bombasini tashlamoqchi bo'lgani, Xrushchev va Kennedy munosabatlari, nega dunyo yo'q bo'lishiga o'zi bir baxiya qolgani va bu hodisa qanday to'xtagani haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali va biz boshladik.